Tuproqqal'a tumani Xorazm viloyatining boy tarixiy va madaniy merosga ega hududidir. 2020-yilda tashkil etilgan ushbu tumanda 59.900 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. So'nggi yillarda Tuproqqal'a tumanida ijtimoiy infratuzilma va iqtisodiy rivojlanish yo'lida sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Yangi O'zbekiston massivida 1000 xonadonga mo'ljallangan 45 ta ko'p qavatli uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozirda 580 xonadonga mo'ljallangan 27 ta uy foydalanishga topshirilgan. Shuningdek, 360 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti va 50 o'rinli oilaviy shifokorlik punkti ham faoliyat ko'rsatmoqda. Umuman olganda, Tuproqqal'a tumani tarixiy va madaniy merosga boy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanayotgan hududdir. Tarixiy obidalari, sayyohlik salohiyati va ijtimoiy infratuzilmasi bilan u nafaqat Xorazm viloyatining, balki O'zbekistonning ham muhim tumanlaridan biridir. Sezganingizdek, ko'rsatuvimizning bugungi sonida Tuproqqal'a tumanidagi bunyodkorlik ishlari, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasidagi o'zgarishlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Tuproqqal'a tumanida so'nggi yillarda ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichi boshlanmoqda. Bu o'zgarishlarning markazida Yangi O'zbekiston massivining qurilishi turibdi. Ko'p qavatli uy-joylar bilan birga massivda ijtimoiy infratuzilma obyektlari qurilmoqda. Yangi O'zbekiston massivi bu nafaqat yangi uy-joylar, balki zamonaviy infratuzilma, ijtimoiy xizmatlar va yashash sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli loyiha hisoblanadi. Ushbu loyiha hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Qurilish sohasida uzoq yillik tajribaga ega Jahongir Nazarov ushbu massivda qurilish ishlarini olib borayotgan 14 ta quruvchi tashkilotlardan birini boshqarmoqda. Ular massivda loyihalarni amalga oshirish jarayonlari haqida batafsil tanishtiradilar. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan Yangi O'zbekiston massivlarini tashkil qilish bo'yicha topshiriq berilgan. Mana ko'rib tursiz, keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Tuproqqal'a tumanida Yangi O'zbekiston massivi tashkil qilingan Obod mahallasida. Bu yerda 2021-yildan qurilish ishlari olib borilmoqda. Shu sohada faoliyat olib boryapmiz. Massivda ish birinchi yerni auksion orqali auksion savdolarına chiqariladi. Shundan yutib olib, keyin bir 3 oy davomida loyihalash ishlari bo'ladi. 3 oy davomida loyihalash ishlari bu yakunlanib, qurilishga ruxsat olgandan keyin bu yerda qatlamon qazish deymiz. Endi asosini qazib, fundament quyish ishlari bilan boshlaymiz. Sifatli uylarni qurib, aholiga topshirib kelyapmiz. Hozirda bizda 8 ishchimiz bor. Bundan asosiy ishchimiz 30, shundan 8 tasi mavsumiy keladi. Chet elda. Jasur aka, mana 15 yilga yaqin tajribam bor qurilish sohasida dedingiz. O'z navbatida aholini bir ish bilan ta'minlash uchun ham qurilish sohasi yaxshi bir yo'nalish bizningcha, to'g'rimi? To'g'ri, o'zi aholini ish bilan ta'minlashda asosan ko'p jabhasini qurilish egallagan. Chunki bir do'm loyihasini qilsak, bunda nima ko'ryapsiz, 30-40 ta odam ish bilan band bo'ladi kamida. Jarayon tezlashtirish nima bo'ladigan bo'lsa, 60 ishchi bir loyihada 60 ishchi o'rin olib ishlatsa bo'ladi. Yangi uyga ko'chish bu mehnatning mevasini his qilishdir. Bu sizning orzularingizga erishganingizni, o'z kuchingiz bilan yangi bosqichga qadam qo'yganingizni anglatadi. Yangi uyda yashash kelajak uchun mustahkam poydevor yaratishdir. Bu yerda siz o'z farzandlaringizga yaxshi ta'lim berish, ularni baxtli qilish va yaxshi hayot taqdim etish imkoniyatiga egasiz. Yangi uyda yashash bu nafaqat jismoniy joyning o'zgarishi, balki ruhiy va ma'naviy o'sishning ham ifodasidir. Bu baxtni his qilishning, hayotdan zavq olishning eng go'zal shaklidir. Ushbu massivda o'z uyiga ega bo'lgan Mahfira Jumaboyevaning fikrlari ham shunday. 2022-yil ko'chib kelganmiz noyabr oyida. Sharoitlarimiz yaxshi, bolalar uchun maydonchalarimiz bor. Qulay, hammasi o'yingohlarimiz ko'nglimizdagidek. Yo'llarimiz tekis va ravon, tungi yoritgichlar bilan yoritilgan. Kechki paytda sayr qilsak ham yaxshi, qulay o'zlarimizcha to'lab kelib ko'kalarimizni almashtirish boshlandi. Endi qo'limizdan kelgancha qo'shnilar yig'ilishib hammamiz bog' etishga harakat etamiz. O'zimiz uchun yaxshi bog'lar yaralsa, farzandlarimiz ham soya salqinda o'ynaydi. Prezidentimizga rahmat, bizlarga shunday uy-joy sharoitlar qilib bergani uchun.
Maktabgacha ta'lim muassasalarining yangi binolarga ega bo'lishi bu nafaqat bolalar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratish, balki jamiyatning kelajagi bo'lgan yosh avlodni har tomonlama rivojlantirishga bo'lgan sarmoyadir. Yangi qurilgan yoki rekonstruksiya qilingan bog'chalar zamonaviy ta'lim va tarbiya jarayonlarini amalga oshirish uchun zarur sharoitlarni ta'minlaydi. Yangi qurilgan maktabgacha ta'lim muassasalari bolalarga zamonaviy o'quv xonalari, o'yin maydonchalari, musiqa va sport xonalari kabi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu esa bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishiga, ijodiy qobiliyatlarini namoyon etishiga yordam beradi. Bu borada massivda joylashgan 360 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasi Ozoda Odinayeva shunday deydi. Chiroyli, shunaqangi shinam joylarda hammani ishlagisi, bolalarga ta'lim tarbiya berishga hamma havas qiladi. Bizlarning shu Tuproqqala tumanidagi Obod mahallasida 16-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti 2023-yil ochildi. 5 ta guruhda tarbiyalanib kelmoqda. 130 ta tarbiyalanuvchi hozirda qamrovga olingan. Qamrovimiz kundan-kunga o'sib boryapti. Sharoitlardan tarbiyalanuvchilarimiz bemalol foydalanib kelmoqda. Tumanda 2025-yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari ham jadal davom etmoqda. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan ko'p qavatli uylarning tom qismini ta'mirlash, yerto'la va yo'laklarni tartibga keltirish ishlarini amalga oshirish belgilangan. Bu borada boshqaruv servis kompaniyalari tinimsiz mehnat qilyapti. Hozirgi vaqtda tumanda 104 ta ko'p kvartirali uylar mavjud. Ularga 2 ta boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatmoqda. Mavsumga tayyorgarlik ishlari doirasida Druj Faton boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatuvchi uylarda dastlab kirish yo'laklari va fasad qismlarida ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. 2025-yil dastur bo'yicha 20 ta ko'p qavatli uylari dasturga kiritganmiz. Shundan hozirgi kunda 14 tasi bitib tayyor bo'ldi. Shundan 6 ta 7 tasi qoldi. Uni ham 15-iyunga tugatamiz degan niyatimiz bor. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarligimiz yaxshi. Mana dasturdan tashqari ham 6 ta ko'p qavatli uylarni ta'mirladik. O'zimizning jihozlarimiz o'zimizga yetarli, texnikalarimiz bor. Agar ish kuchi yetmagan taqdirda mavsumiy yollanma ishchi olyapmiz. Oylik maoshlarini vaqtida to'lab turibmiz. Ana shu hamma narsa ana shu xalqimizning, mulkdorlarimizning majburiy badal to'lovlaridan kelib chiqadi. 80% odam o'z to'lovlarini vaqtida to'lab turibdilar. Shuni evaziga masalan biz xizmat ko'rsatib turibmiz. Hozir 1478 so'm qo'yib biz 1 metr kvadratini 2 xonali joylarimiz 69 ming so'm pul bo'ladi hozirgi kunda. 69 ming. Bu 69 ming ichida biz masalan yerto'lalarda ketgan kanalizatsiya quvurlari turbalarini almashtirib beramiz. Agar eshiklar buziladigan bo'lsa, eshiklar o'zgartiramiz. Yangi yaroqsiz bo'lsa, yangisini qo'yamiz. Bo'lmasa ta'mirlab beramiz. Keyin promoga eshik oynalarimiz sinsa, uni yangilab beramiz. Tomlari, hamma narsani mana har bir mahallaga bittadan hozirgi kunda ko'cha supuruvchi qo'yganmiz. Uylarning oldlarini supurib, tozalab ketadilar. 15-iyungacha kuz-qish mavsumiga tayyorgarliklarimizni tugatamiz. Bugun boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar yurtdoshlarimiz tomonidan ham iliq kutib olinmoqda. Rahmonbergan aka Xo'jayev kommunal to'lovlarni vaqtida to'lab mahalladoshlariga namuna bo'layotgan faol fuqarolardan. Ular ham so'nggi yillarda ko'p kvartirali uylarni saqlash borasidagi sa'y-harakatlarini e'tirof etmoqda. Shu domlarda sal kam 40 yildan beri yashab kelmoqdaman. 4 yil bo'ldi boshqaruv kompaniyasi tashkil bo'lganiga. Shundan keyin shahrimizda, mahallamizda o'zgarishlar katta bo'ldi. Hozirgi kunda dispetcherlik xizmati 24 soat ishlab turibdi. Domdagi yashovchilarimiz murojaat qilganda shu telefon orqali zapis qilib olib, dispetcher erta bilan shu ishni tashkil qildirib beradi. To'lovlarini vaqtida to'lab turibmiz. Qarzdorligimiz kamayib boryapti. Avvalgiga qaraganda bularning xizmatlari juda yaxshilanib boryapti. Ishchilar soni ham oshib boryapti. Hozir kundan-kuna har bir uylarga alohida supuruvchilar ajratilgan. Uylarning oldiga xalqimiz rozi servis xizmatlaridan. Yuqoridagi fikrlardan anglaganingizdek, qurilish sohasi bugun yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu soha nafaqat iqtisodiy o'sishning muhim omili, balki aholining farovonligi va hayot sifati oshishining asosiy tayanchi hisoblanadi. Yangi qurilayotgan inshootlar, uy-joylar va infratuzilmalar hududning zamonaviy, innovatsion va yashil rivojlanish sari olg'a intilayotganini yaqqol tasdiqlaydi.